Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arab tilidagi harflarni o'rganishda davom etamiz. Bugun sa harfini o'rganamiz inshaalloh. Xo'p, bu harf ham xuddi ba yoki ta kabi yoziladi, faqat tepada 3 ta nuqtasi bo'ladi. Xo'p, lekin mahraji boshqa. O'zbek tilida bu harf yo'q. Ya'ni bu chuchuk s, ya'ni sa, ya'ni til bosib aytishimiz kerak bo'ladi. Mahraji mana oldingi ikki ustki tishlar orasi va tilning ikki tarafi deyapti. Shu tepadagi tishimizga tilimiz uchini tekkizishimiz kerak bo'ladi. Sa. Xo'p. Yozuvda shu to'rtta ko'rinish bor buni ham. Xo'p. Bu yerda ozgina so'zlari bor ekan, o'qiymiz buni ham. Asasun. Mana bu a sa sun. Asasun. Xo'p, pastda asasat. Isbatun. Sabitun. Xo'p, pastdagi so'zlarni o'qib qo'yamiz. Bu ham xuddi shu so'zlar ekan. Asasun. Bu yerda taxcha tushib qolibdi, ya'ni a tushib qolibdi. Buni ham a o'qiymiz lekin. Hop, asasun, asasat. Bu yerda ham tanvini bor, qo'yilmabdi. Xuddi bunaqa tanvini bor, qo'yilmabdi faqat. Buni tanvin bilan o'qisa ham bo'ladi, o'qimasa ham bo'ladi. Ikkinchisi isbatun. Sabitun.